Xo'p, 100 mingtalik kanalimiz yana bitta keldi do'stlar. AdSense bo'yicha muammolari bor edi. Bizga aloqaga chiqdilar, 1 oy oldin keluvdilar. Mana ko'rib turibsizlar, pin kod kelmagan edi. Mana o'sha qaranglar, 2-aprel, bugun 23, 21 kun bo'lgan. Lekin buni pin kodi qachon kelgan bilasizlarmi? Mana qarang. Buni pin kodi 19-aprelda kelgan, ko'ryapsizlar? 19-aprel necha kun bo'ladi mana? 17 kunda chaqirib beryapman pin kodini, ko'ryapsizlarmi? 17 kunda. Mana. 17 kunda pin kod chaqirib berdim. Yillab kelmagan pin kodi kanal do'stlar. 17 kunda xalq berdim. 100 mingtadan oshiq obunachilari bor. Endi xudo xolasa bemalol YouTubedan pul ishlasalar bo'ladi. Mana ishlari hal. Xo'p, endi men ism familiyalarini olib qo'yaman hozir, chunki AdSense bazamizni yuklab qo'yaman. Shunaqa. Yordam kerak bo'lsa do'stlar, pin kod chaqirib beramiz. Men 17 kunda kelgan misol uchun mumkin. Ayrim kanallar 1 oyda keladi, ayrimlar 17 kunda. Hozir tez kelyapti do'stlar. Lekin vobshe kelmasa, kanal masalan ayrim kanallar bo'ladi, vobshe YouTube qoidasini bor-ku, chirib tashlagan bo'ladi, ular vobshe kelmaydi. Nima qilinadi desa, через support orqali xalqqa beraman. Xolos, uni ham xalq qilsa bo'ladi, tushunyapsizlar? Pin kod chaqirib berish 250 ming so'm, xalqqa berish kafolati bilan. Xalqqa bera olmasam, pullarni qaytarib beraman do'stlar. Shunaqa. Xo'p. Umumiy holatda shu, agar konkret yordam kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar, pin kod, любой xalqqa beramiz. Video ostida kommentariyada Telegram lichkam bor. Yoki qidiruv bo'limiga nima ideya deb yozsanglar, Telegram profilim chiqadi, Murod Po'latov deb. Yoki 99 791 32 32 ga, 99 791 32 32 ga pin kod chaqirish kerak. 250 ming to'lovini qilaman desanglar, bir kun ichida aloqaga chiqamiz. Salomat bo'ling do'stlar mana. Ko'ryapsizlar, sira chaqirib beramiz.